Assalom, hozir singlim bilan mashhurda qilamiz. Uning uchun bizga piyoz, ikkita piyoz, bitta kartoshka va bitta sabzi kerak bo'ladi. Piyozni artib olamiz, singlim kartoshkani artdi va men sabzini ham artdim. Keyin ularni singlim yaxshilab tozalab yuvib oldi. Keyin ularni birin-ketin to'rab olamiz. Men singlimga o'rgatyapman kartoshkani qanaqa kesishni. Men piyozni kesdim, singlim bo'lsa mayda kubik shaklida kartoshkalarni kesib oldi. Keyin singlim go'shtni kesdi, men bo'lsa kichkina kubikchalarda sabzini kesdim. Keyin qizigan qozonga 1 cho'mich yog' solamiz va keyin to'g'ragan piyozlarimizni solamiz. Keyin singlim ham to'g'ragan go'shtni soladi. Keyin yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin men to'g'ragan kartoshkalarimni ham solaman va sabzilarimni ham solaman. Keyin ularni singlim yaxshilab aralashtiradi. Keyin men 2 osh qoshiq qizartiradigan solib yaxshilab aralashtiraman. Keyin u yerga suv solamiz. Qozonimiz to'lgunicha. Keyin yarim kosa mosh solamiz va uni yaxshilab 3 marta oldin tozalab olamiz. Keyin yaxshilab 3 martadan yuvamiz. Keyin qozonimizga solamiz. Qaynagandan keyin guruchimizni ham 3 martalab yaxshilab yuvib, uni ham sovolamiz yaxshilab. Keyin singlim tuz solib aralashtiradi va men hammaga suzib beraman. Keyin buni bismillah deb yeb ko'ramiz. Juda zo'r chiqibdi. Hammaga xayr.